Meni shayxim sallamahullohu taala aytdilarki, Buxoriy 4 nasihat. Necha nasihat? Necha nasihat? 4 nasihat. Birinchi nasihat shayximdiki, ittaqulloh. Birinchi nasihat, ittaqulloh. Allohdan qo'rq. Allohdan qo'rq. Allah tabarak va taala qalbimizda irodasini biladi. Sirri gapirimizni eshitadi. Kechada qilgan gunohlarimizni ko'radi. Allohu sami'un basir va xabir. Ittaqulloh. Allah. Alhamdulillah. Hammamiz Xudodan qo'rqamiz. Ayting, Allohumma lakal hamdu va lakash shukr. Barakalloh. Azizlarim, shu hozir mana shayda raisi amniye Shibirg'on bo'lsalar, shu majlis, shu hukumat shuni alayhiga biron gap gapira olaymizmi? Bale, ovozi bilan, ovozi bilan, ovozi bilan. Yo'q. Gapirgan odamni jonini ishla. Shunday shalloq uradiki, ovozingizni osmon ishladi. $100 bersa gapirami? Ovozi bilan. Ovozi bilan. $200 bersa-chi? $500 bersa-chi? Gapirmaydi. Allah. Xo'p. Bugun chanshanba kunga. Ha? Barakalloh. Alhamdulillah. Seshanba. U seshanbadan bu seshanbaga necha kun bo'ldi? Bale. Bale. Bir hafta. Bir hafta necha kun? Bale. 7 kun. Shundaymi? Barakalloh. Bir de otalarim ko'ryapmanki 80 ga kirganim bor, 70 ga kirganim bor, 50 ga kirganim bor, javoonlar 30, 20 va 25 ham bor. Alhamdulillah. Bir savol. Men o'zimdan ham buni qilaman. Shu yerda shu majlisimizda shu odam qo'l ko'tarsin. Bir hafta bo'ladiki, men hech gunoh qilganim yo'q. Hech. Bir hafta. Bir oyda so'ramadik. Bir yildakin ham so'ramadik.